Nastinka, bizning u do'stimiz, o'cho'roq essam, men hozir so'zlayotgan ishlarning bosh qahramoni bo'laman. Siz mening so'zlaganlarimni astoydil anglaydigan bo'lsangiz, mening ashu ko'lbamda turib, nima ishlarni qiladiganimni, meningkiga kelgusi yo'q ashu do'stim uyimga kelganda nima uchun shunchalar huduqib, tamtirab, o'rnimdan sakrab turib ketadiganimni, qizirib, nima qilishimni bilolmay qoladiganimni, nima uchun kelgan mehmonni yaxshi kutanmaydiganimni, mehmonning oldiga chiroyli chiqolmay, o'zimni qo'ydigan joy topolmay qoladiganimni bilib qolasiz. Ha, shunaq. Dedi Nastinka javoban. Deganlaringizning hammasi rost qiladi. Nayt yaxshi so'zlayapsiz, lekin tabiiy so'zlasangiz, xuddi kitob o'qigandek so'zlasangiz, odamga g'alati anglanib qoladi ekan. Nastinka, dedim men bir xil surlik va jiddiy talaffuzda. Arqadallar shundoq talaffuzlik gap qilganimga kulgim kelib ketdi. Suyimli Nastinka, biz aran tepishdik. Bu tepishishimizni taqdir o'rinlashtirgan. Shu turqida mening kallam necha ming yil og'zi him pechatlab etilgan komzakning og'zi echib etilgandek bo'lib, og'zimdan gaplar shaqratning suyidek to'xtamay chiqib turibdi. Uni to'xtatib oladigan bo'lsam, dimiqti bo'lib o'laman. Shunga gaplarimni bo'lib etmisingiz. Nastinka, quloq selib anglasangiz, bo'lmasa so'zlamayli qo'yaman. Yo'q, unda qilmang. So'zlayvering. Endi bir eg'izmi gap qilmayman. Amisa so'zlab ketdim, Nastinka. Mening do'stim. Bir kunning ichidagi mushu 1 soat men uchun eng qimmatli vaqt. Bu 1 soatdan keyin boshqa ishlarning, xizmat, mas'uliyat deganlarning birsimi qolmay tugaydi. Ikkalamiz uylarimizga qaytib tamoq yeymiz. Yetib aram olamiz. Yo'lda ketayotganlarmi gugum tushganligini ko'rib, uylariga yoki boshqa so'rinlarga berib, ko'ngli xushal bo'ladigan ishlarni qilishadi. Mushu 1 soat ichida bizning bosh qahramonimiz qiladigan xizmati yo'q odam emas. Mushu 1 soatdan keyin umu boshqalarning keyindan menib ketadi. Lekin shu turqida uning sarg'ayib ketgan ham ozroq qo'riqlari bor chiroyda bir xil xushallik o'ynab turibdi. U hozir Peterburgning sovuq osmonida asta yo'qab ketayotgan adoqqiy shafaqqa qarab turibdi. Yuragi tinimsiz so'qishdan to'xtamayotdi. Men uni shafaqqa qarab turibdi dedim. Bu rost gap emas. U qarab turibdi-yu, ko'mayotdi. Balkim u charchab qolgandi yoki texmi qiziq bir ishlar yodiga kechgan bo'lsa, shuni o'ylab xiyolga cho'kib ketayotgandi. Atrofida bo'layotgan ishlarni qarab turibsimi, ko'may, parvosiz turayotgani shuningdandir. U o'zining ishlaridan rozi. Ata ishlari yana rasmiy boshlanishdan ilgari beshini qotirib kelayotgan ba'zi ishlarni tugatib olgani uchun xuddi sinfda 1 soat dars anglab o'tirib, tanaffus bo'lganda qonug'icha o'ynab oladigan boshlang'ich maktab o'quvchilariga o'xshash qini-qiniga patmay turibdi. Nastinka, agar siz uningga bir yanda turib qaraydigan bo'lsangiz, uningdagi bu xushallikning ojizlab ketayotgan nervlari bilan kasallik holatidagi xushalligi ichida surayotgan shirin xayollarga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatadiganligini bilib olaysiz. U nimani o'ylaydi? Siz uni kashf tamoqini o'ylamdigandi deb bilamsiz? Yoki bugungi gugum mezgilni o'ylayotdi deb o'ylamsiz? U nimaga shuncha berilib qarab ketyotdi? U so'latlik odamga qarayotdi. Yo'q, Nastinka. Uning ko'zlariga u arzimas ushoq ishlar kirmaydi. Uning o'ylayotgani o'zining turmushining shu turqida mo'l mazmunga ega bo'lib turayotgani. O'zining tuyuqsiz kuch-quvvatga to'lgandek bo'lib ketayotgani. Oxirgi quyosh petib ketib, qilib qolgan shafaqning ko'z oldida tinimsiz jimirlab, yuragida allaqanday xiyollarni uyg'otayotgani. Shu turqida uning tapini ostida yo'l yo'q. Ilgari yo'lda uchirgan eng kichik narsalarmi uning diqqatini qo'zg'ab kelayotgan bo'lsa, bugun u yo'l, u narsalarning birsimi ko'rinmaydi. Shu turqida uning xiyolidagi pari, oltin rang,
bir parcha rax ustiga chivar qo'llari bilan xiyoliy bir dunyoning nur chaqnab turayotgan ko'rinishlarini kashtalab chiqyotidi. Kim biladi, u pari ashu chivar chiroyli qo'llari bilan bizning qahramonimiz uyiga qaytquchi mangadigan marmar tosh yotqizilgan chiroyli piyodalar yo'lini osmonning ustiga chiqib ketadi dexi. Siz uni barqirab to'xtatib olib, uning hozir nerda turayotganligini, qaysi ko'chada ketayotganini ishtik so'rab beqing. Öde qılalaymanki, u o'zining nega ketayotganini, nerda turayotganini bilmaydi. Javob beranmaganidan izzat atib qizirib ketishi, yuzi tushib ketmasligi uchun yolg'ondan bir nimalarni deb qo'yishi mumkin. Bu uning qayoqqa mengishni bilolmay, yo'lning o'ttirisida turib qolgan kishining hurmatini qo'zg'aydigan bir mo'mayning uni to'xtatib olib, yo'l so'rgan chaqda birdilla badanini titrak besib ketib, varqirib etishga tas qolganligi va atrofiga alanglab qarab ketganligining sababi shuningdir. U bir narsadan bezor bo'layotgandek qapoqlarini turib, oldiga qarab ketaverdi. Uning turqiga qarab, ixtiyorsiz keyniga qayrilib, uningga kulib qarishib ketayotgan odamlarning birisini bayqamaydi. Hatto uning alpozidan qo'rqib ketgan bir qizchaq uningga darrov yo'l berib, uning cho'nqur xiyolga petib, o'zi bilan o'zi kulib, qo'llarini pulangtib ketayotganiga chakchiyib qarab qolgani, orqadan qaqoqlab kulib ketgani bilanmi kari yo'q ketaverdi. Xiyolida yeliqi mo'mayni uning tasavvuridagi ashu pari qo'lidan yetilab, yo'ldan o'tkazib qo'yib, ondan u mo'mayni uningga hayron qolgan odamlarni, kulib ketgan yeliqi qizchaqni, Fontanka daryosidagi bir-biriga chaplashib degudek turib ketgan kemalarda tunaydigan dehqonlarni, hamma odam, hamma narsalarni, xuddi o'müchik chivillarni to'rg'a ilindirib olgandek, oltin rang raxtga kashti qilib tikib oladi deb o'ylaydi. Shuning bilan bu g'alati odam o'zini ajoyib zo'r yangi natijalarni qozondim deb o'ylab, o'zini xush qiladigan ko'lbisiga qaytib keladi. Kashlik tamoqini yeb bo'lgandan keyin esi ozroq joyiga kelgandek bo'ladi. Angacha uning xizmatini qiladigan, xiyol bilan yuradigan, chiroyi bir qitimmi echilib baxmaydigan Matro Yona ustaldagi chini qochlarni yig'ishtirib etib, g'angsini akilib beradi. U as ho'shi to'liq joyiga kelib bo'lgandan keyin o'zining kashlik tamoqini yeb bo'lganligini hayronlik ichida bayqaydi. Lekin tamoqni qandoq yeganligini har qancha o'ylabmi faqatli esiga ololmaydi. Angacha kash kirib, uyning ichini qorong'ulik besib, kallasi hech nima yo'q, quruq bir bo'shliqqa aylanib qoladi. Ko'nglini g'am bosadi. Sherin xiyollar podshohligi hukmron bo'lib, uningdan hech qanday iz qolmaydi. Hukmron bo'layotgan chog'dagi ovozlarmi yo'q. Xuddi xiyoliy dunyoga o'xshash g'oyib bo'lib ketadi. Hatto o'zining nima ishlarni xiyol qilganligini esiga ololmaydi. İşinin bir yerleri onu biyaram qilib to'lg'unib ketayotgandek, bilinar-bilinmas yetishib turayotgandek bo'ladi. Uzoq o'tmay, yana yangi orzular paydo bo'lib, hadab mengisini qo'chishga, bir yerlarni tatilashga boshlab, bilib bilmayla yana shu xiyolparastligiga berilishga, xilma-xil xiyollar ichida uzib yurishga boshlaydi. Kichik bir uyning ichi jimjit, o'zi yolg'iz, qiladigan boshqa ishi yo'q. Bundaq turmush albatta uning tasavvurlarini bargan sari kuchaytib bordi-da. Shuning bilan uningdagi u tasavvurlar asta bosh ko'tarib, bargan sari Matro Yonaning qahva cho'giniga o'xshash vartaqlab qaynashga boshlaydi. Matro Yona o'zining uyida xo'jayiniga qahva qaynatib, jimjit o'ltiradi. Bizning u qahramonimizning tasavvurlari bilan xiyollari bo'lsa, osmonda uchib yuradi. Maqsadsizlar qo'liga elib olgan kitobimi 2-3 varaqni o'qimayla bizning u xiyolparast og'inimizning qo'lidan yerga tushib ketadi. Shuningdan keyin uning xiyollari teg'imi qanotlanib, yangi bir dunyo, odamni mahliya qiladigan yangicha turmush o'zlarining shalliq nurlari bilan ko'z oldida yaltirashga boshlaydi. Bu yangi xiyollar, yangi baxt odamni as-hushidan, hatto jinidan aylaydigan zaharlik to'rg'a aylanib, uni yetkish qiynaydi. Ularning oldida bizning real turmushimiz hech nimaga hisob emas.
Uning bir taraflamalik bilan to'lgan nazarda men, siz va bizning hayotimiz cho'lib ketgan sevat, o'rnidan qopib mangolmaydigan bemor, o'zimizning taqdirimizdan rozi emas. Hozirgi turmushimizning qiynashlariga bo'pti qilib turadigan odamlar. U bir qarabla bizning hamma narsamizning muzdek sovuq, so'rin, ochiq ichida o'tadigan turmush ekanligini bilib olalaydi. Bizning u xiyolparast do'stimiz bizni shu ahvollarimizga qarab bechoralar deb o'ylaydi. Uning undaq o'ylashlardanmi og'rinqili bo'lmaydi. Uning kallasiga kirib olgan shu alvostala uni shunchalik ozdirib, qizdirib, o'zi bek, o'zi xon, erkin ozoda, to'pi bilan ko'z oldidan ketmay, uningga ajoyib chiroyli, o'zini xushal qiladigan, hayajonga soladigan xiyoliy ko'rinishlarni sizib berib turibsa, uning har qanday ishga ularning qiziqtirg'ini bo'yicha qaramay, so'zlamay turishi mumkinmi? U ko'rinishlar ichidagi markaziy o'rinda turadiganini tabiiyki bizning shu ajoyib qahramonimiz, bizning xiyolparast do'stimiz, shu oliyjanob odamning dal o'zi. Uning xiyollari ichida ajoyib xatarlik ko'rinishlar, oxirini chiqarish mumkin bo'lmaydigan, uni qiniga patqizmaydigan, ham aqlga sig'maydigan nurg'un ishlar bor. Siz balkim u zodi nimalarni xiyol qiladi, konkret deb yiqinchu deb so'rab kelishingiz mumkin. Uningdan bu ishni so'rash butunlay hojatsiz. Chunki u dunyodagi hamma nimani xiyoldan o'tkazib chiqadi. Xiyol qilmaydigan nimasi yo'q. Dastlabda tonilmay, keyin danq chiqib mukofotlangan shoirlarni, Hopman bilan bo'lgan do'stlikni, Bartololaning kechisini, ishqilib hamma nimani xiyol qilib chiqadi. Xiyolida o'zining kulbisida yenida o'ltirib, xiyollarga sherik bo'layotgan so'ygan yori bor. Uning u yori qish kunlarining gugum mezgillaridan boshlab ko'zlarini yo'g'on echib, o'ymoqdek og'zini ching yumib, xuddi siz bilan mening parimiz shu turqida mening so'zlarimni berilib anglayotgandek butun diqqati bilan uning gaplarini anglab o'tiradi. O'ylab beqing, Nastinka. Uningga o'xshash hamdam xiyol, o'rin odamning shu xil turmushi ichida biz qiziqudek nima bo'lsin? U o'zining shu turmushini afsuslik va bechorlik ichida o'tadigan turmush deb biladi. Ammo bir chog'larda odamni nomus qildirgudek kunlar kelib qolgudek bo'lsa, xushalliqlari baxti uchun emas, bir kun bo'lsa-mu shu hasratlik hayoti uchun o'zining xom xiyollar bilan o'tgan vaqtlarini zoyi qilib o'tganiga xushal bo'ladi. Shundoq hasrat, shundoq nadomat bilan bil o'tib ketgan kunlarga echinibmi qo'ymaydi. Shu qo'rqinchli kunlar beshiga kelganda qilchi pushaymon qilmaydi. Ajab qiptikanman deb o'kinibmi qo'ymaydi. Chunki u undaq pushaymon, undaq o'kinish, undaq echinishlardan ustun turadigan odam. Uning hamma nimasi bor, hammaga boy, ko'ngli to'q, o'zining turmushining injeneri. O'zining turmushini har bir soati o'zining detiga yaqudaq qilib, o'zi xohlagancha o'rinlashtirib olaydi. Nastinka, bunda xiyoliy hayot ko'rinishlarini ijod qilib chiqmoq qanchalik oson, qanchalik kuchanmaydigan ish. Xuddi uning hammasi quruq xiyol bilan to'qib chiqilgandek. Rostdan desam, ba'zida u o'zining xiyolidagi butkul hayot ko'rinishlarining birdamlik hissiyotining turkisida yasab chiqilgan, tasavvurning kuchi bilan barpo qilingan aldamchilik emasligiga, haqiqiy mavjud, konkret, rost narsalar ekanligiga o'zini ishontirmoqchimi bo'ladi. Nastinka, odam nima uchun mushundaq chog'da butun diqqatini ashunda xam xiyollarga yig'ib oladi? Unda xiyolparast odamlar qandoq sehr, qandoq bir hayajon, qandoq bir tegiga yetkilib bo'lmaydigan qiziqishning kuchi bilan tomirlardagi qonlar urg'ib, ko'zlariga yosh kelib, sarg'ayib ketgan yuzlariga qon yugurib, o'zini bosolmas darajada shundoq xiyollarning ichiga sho'ng'ib ketadigandir. Nemishqa ularning kechilab ko'z yummay o'tkazgan chog'lari shu daqiqa orliqlaridagi quruq xiyollarning cheksiz xushalliqlari va baxt ichida bir minutchilikmi bilinmaydigandir.
Tang saharning qizilgul rangidagi nurlari derizlarning aynaklaridan o'tib, kechicha qorong'ulik ichida turgan uyning ichini o'zining ashi yaqinlik, chiroyli nurlari bilan yo'ritgan chaqda, kechicha xiyol bilan charchab qolgan, uyqusizlikning dardini og'uch tatgan, kechicha o'tgan jiddiychilikda nervlari qardan chiqib, yuragimi pulanglab qolgan bizning bu qahramonimiz o'zini karvatga etib etadi. U chaqdagi uning holini bir demang. Shunda holatda hamma yeri og'rib turibsimi, butun vujudini qoplab turayotgan bir xil tatliq sezim ichida xarqirab uxlab ketadi. Shundaq. Nastinka, agar odam o'zini aldaydigan darajaga yetganda, boshqalar uningga sovuq kulib qarab tursimi, o'zining shu aldamchiligini haqiqiy, chin va qizg'in his tuyg'ularim deb bilib, o'zining xiyolidagi ashu quruq narsalarni tutqili, ko'gili bo'ladigan jonliq narsa deb o'ylaydi ekan. Ham uningga ishonadi ekan. Bu nima degan cho'ng aldamchilik? Masalan deyli, uning yuragida muhabbat uyg'onadigan bo'lsa, uning tugallamasi putmas xushallik va chidash mumkin bo'lmaydigan azob bo'ladi. Buni siz uning chiroyiga qarab bilib olaysiz. Ham shu chaqdala mening u gapimning rostligiga ishonasiz. Suyimlik Nastinka, uningga o'ptanroq qarab beqing. U o'zining xiyolidagi o'lgidek yaxshi ko'rib kelayotgan odamini faqatla tunimaydigandek turamdi. U uni faqat o'zining xiyoliy dunyosi ichida ko'rgan. Uning o'tdek qizg'in hissiyoti bahorda ko'rgan tushning o'zi. Acaba bu rost emasmidi? Ular hayotidagi nurg'un kunlarni bir-biridan kech-kunduz ayrilmay o'tkazgan emas. Ikkilisi o'zlarining ishki dunyosini bir-biriga yerib ko'rsatganmi emas. O'zlarining dunyosini, turmushini qarshi taraf bilan birlashtirib boqmagan. Bu ishlar sizcha rostmidi? Ular bir-biridan ayriladigan chaqda qiz hijron o'tiga chidamay, beshini uning maydasiga qo'yib yig'lamagan. Derizning sirtida bo'ron bilan tang yig'ayotgan yomg'irning sharildoshlarini anglamagan. Bo'ron uning qop-qora kirpiklari ustida to'xtab qolgan yosh tomchilarini uchirib ketganligini sezmagan. Sizningcha bu rostmidi? Bularning hammasi uning tushi. U bog' qaraqsiz qilib, yavu o't-cho'plarning ichida qolgan. Baqqa kirsangiz, sizning g'ayriblik bosadi. Shunchalik ko'ngilsiz. Bog'dagi yolg'iz oyoq yo'llarni o't-cho'p besib ketgan. U ikkisi mana mushu bog'ning ichida nurg'un qitim bir-biriga chaplashib tugudek billa aylanib yurgan. Nurg'un orzu umidlarda bo'lgan. Nurg'un azoblarni chekkan. Bir-birini yaxshi ko'rishgan. Shuncha uzoq vaqt, shuncha yaqinlik billa o'tishgan. U bog'dagi g'alati selingan, ota povusdan qolgan uylar cho'tixi. Uning momisi ashu uylarda qerib oldin ketayotgan eri bilan kunlarni yolg'izchilik va andishi ichida o'tkazadi. Buvay ko'p gap qilmaydigan, kichkina ishqimi terkib turadigan odam. Ular uningdan qo'rqadi. Xafa bo'ladigan bo'lsa, kichik bolalardek bir bo'lingga tiqilib kirib ketadi. Shunchalik qo'rqinchoq. Ikkisi yana bir-biridan ehtiyot qiladi. Muhabbatlarini bir-biridan yoshiradi. Qarshi tarafning bilib qilishini faqatla xolamaydi. Bu ishlarmi sizcha rostmidi? Ular shunchalik ko'p azob tatgan. Ularning qo'rqinichi nima degan cho'ng? Muhabbati nima degan sabiy ham sap? Ularning atrofidagi odamlar naqadar zaharxanda. U qiz bilan yiroqdagi boshqa bir elning dengiz sohilida uchrashib qoldi. Shu kuni yot elning havo shunchalik isib ketgan tushmazgili edi. Mangulik muqaddas shahar, uncha marvoyitlar valildab turgan. Muzikalar mungluq kuylarga chilinayotgan tansi maydoni. Chiroqlar charaqlab yenib turgan o'rdi ichi. Yamishib o'sgan pelaklik o'tlar va gullar bilan qoplanib turgan balkon. Balkonda bir qiz turibdi. U qiz bizning do'stimizni shu an tunib qilib, yuziga tatib olgan niqobini ittik elib etib, "Men erkinlikka chiqdim" deb tovlab ketibdi. Ondan put-qo'llaridagi titrakni besib ololmay turibla, pastga yugurib tushib, o'zini uningga atadi. Ikkisi necha vaqtdan beri tatgan azoblarni va boshqa xilma-xil xafaliklarni, yiroq yerda qolgan vatanidagi qorong'u, ko'ngilsiz uylarni, yeliqi bovay va uning so'rin beg'ini,
ikkisi doim o'ltiradigan uzun o'rindiqni unutib, bir-birini ching quchoqlab, bir og'iz gap qila olmay, quchoqlashib uzoq turib ketadi. U qiz ashu o'rindiqda uning bilan oxirgi qizg'in suyishlari bilan xo'shlashgan. Uning ümidsizlik va azob dastidan hech nimani sezmas bo'lib qolgan bilaklari ichidan sug'urilib chiqib olgan. Ah, Nastinka, siz cho'qim bu gaplarga ishonasiz ham shartsiz qo'shilasiz. Naayta sog'lom, kulgi chaqchaqni yaxshi ko'rdigan yosh bir yigit sizga deb qo'ymayla, ishigingizni echib kirib, hech ish bo'lmagandek. Ey qarindishim, men yingla Pavloviskidan keldim desa, siz cho'qim o'rningizdan dast turib ketib, nima qilishingizni bilmay qolasiz. Qo'shnisining beg'idan o'g'irlab chiqqan olmani nega tiqishni bilolmay qizirib ketayotgan kichik boladek shu an qizirib ketasiz. Graf o'lib ketib, orqadilla beshimga baxt qush qo'ngandek Pavloviskidan meni izlab birsi kepti deb o'ylaysiz. Men o'zimning ichinishlik piyg'onlarimni to'kib bo'lib, gaplarimni hasrat ichida to'xtatdim. Shu chaqda men chiroyimga ozroq bo'lsa-mu kulki yugurtishni o'yladim. Chunki men qarshilashib kelayotgan bir kuch yuragimni mujib, qonimni siqib, meni bekmi qiynavatgan. Uning azobiga chidamay, yengikim titrakdan to'xtamagan. Ko'zlarim yoshlangan edi. Mushundaq chaqda menga men o'ylagan ashu kulga to'lim zo'rar edi. Men aqlliqlik ko'zlarimdan uzmay, gaplarimni butun diqqati bilan anglab o'ltirayotgan Nastinkani kichik bolalarga o'xshash uzmay viliqlab kulib ketadi deb o'ylagan edim. Undaq bo'lmadi. U petini buzmay jimjit o'ltiradi. Men gapni bekmi uzartib etganimga pushaymon qilib qoldim. U ishlarim to'g'riliq gap bo'lib qolsa, xuddi u ishlarning hammasini yodlab olgandek to'xtamay so'zlab ketatdim. U so'zlarim o'zim ustidan chiqargan hukmim edi. Mush fursatda qandoqli bo'lsin uni o'qib oldim. Aynan iqror qilib oldim. Haq, u gaplarimni tushunamdi yo'q, korimmi bo'lmadi. Lekin uning gap qilmay yo kulmay jimjit o'ltirganiga hayron qoldim. Bir asdan keyin u qo'limni bo'sh chimdab qo'yib, qo'rnish aralash bir xil esdashlik bilan mendan "Siz rastli bir umr mushunaqa o'tdingizmi?" deb so'rab qoldi. "Shundoq, bir umr, Nastinka" deb javob berdim men. Bir umr. Qaraganda men umrimni yana mushundoq oyoqlashtiradigan o'xshayman. Yo'q, u mumkin emas. dedi Nastinka andishi bilan. Bunaq o'tib ketmaysiz. Aksicha men momamdan ayrilmay, umrim momamning yanida o'tib ketammi deb ansirayman. Bunaq turmushning qilcha mazasi bo'lmaydiganligini bilamsiz. Bilaman, Nastinka. Men endi undaq o'zimni besib ololmay so'zlab ketmayman. Shu turqida men ishlarni har qanday chog'dagidan aniq bilib turibman. Men eng yaxshi chog'larimni bekorli o'tkazib yetibdiman. Buni endi tushunyapman. Shunlashqimi, hozirgi azobim har qanday chog'dagi azobimni besib tushyotdi. Shu turqida sizning yoningizda o'ltirib parang qilyapman. Ammo o'ylayotganim keyingi kunlarim. Shuni o'ylasamla meni qo'rqinish bosadi. Buningdan keyingi kunlarimmi ashundaq tanholik, boshqalargami, o'zimgimi qilchib foydasi yo'q, miskinlik ichida o'tamu deb ansirayman. Men real dunyodagi sizning yoningizda o'ltirib, o'zimni shunchalik baxtli sezyapman. Sizdan ayrilib qolsam, yana ashundaq tugumas xiyollar ichiga g'arq bo'lib ketamanmi? Yana nimalarni xiyol qilaman? Ah, suyimli qizchaq. Tönögün sizni deb o'zimni badal to'latkizgan edim. Siz meni deb ikki oqshomlik vaqtingizni chiqarib, meni hayotimda to'liq oz uchraydigan haqiqiy bir turmushga ega qildirdingiz. Yo'q. Nastinka ishtik beshini chayqab so'zlab ketdi. Ko'zlarida yosh lig'irlab turadi. Yo'q, bunaqa ish endi bo'lmaydi. Ikkimiz hozirla xo'shlashmaymiz. Bu ikki oqshom qanday yaxshi o'tgan, ha? Nastinka. Siz o'zingizning meni o'zimga qanchalik darajada tunutganingizni bilamsiz. Mening hozir o'zimga ilgirkiga o'xshash undaq yengillik bilan baho bermaydigan bo'g'inimni bildingizmi? Hayotimda o'tkazgan jinoyatlarim va qilgan yomon qiliqlarim uchun buningdan keyin qanchalik o'kinadiganimni tushunamsiz.
Siz meni gaplarda ozroq oshirib etdigu debmi o'yladingizmi? Nastinka, hargiz undaq o'ylama. Ba'zi chog'larda men shunchalik qayg'u alam ichida qolaman. Mushundaq chog'larda o'zimni mangu haqiqiy turmush ichida yashamaydigandek o'ylab ketaman. Chunki men real narsalar bilan bo'lgan har qanday aloqamni, farqlantirish iqtidorimni yo'qotib qo'ygan. O'zimni o'zim tillaydigan bo'lib qolgan. Ba'zida ashundaq quruq xiyollar bilan o'tgan kechalarni tong'i ulab bo'lgandan keyin birdilla esimni yig'ib olaman. Bundaq kunlar menga shunchalik qo'rqinchli bilinib ketadi. Siz kundalik turmushingiz ichida atrofingizda yurgan odamlarning hayot qaynamlarida qanday churgilab yuradiganligini, qanday yashaydiganliklarini anglab ham ko'rib tursiz. Hayot ular uchun o'tkili bo'lmaydigan tuyuq yo'l emas. Ularning turmushlari o'zlari ko'rib turadigan tushlardek, shirin xiyollardagidek birdamdila g'oyib bo'lib ketadigan narsa emas. Ularning turmushi mangu yangilanib turadi, mangu yosh turadi. U turmushning bir soatiga o'xshamaydi. Ammo quruq xiyollar yoshirin ko'langi bilan ongning qo'li. Tuyuqsiz paydo bo'lib, quyoshning nurini to'sib oladigan, haqiqiy Peterburglarning yuragini g'amga patiradigan bulutlarning qo'li. Shu xil qo'rqinchoq quruq xiyollar kishining ko'nglini shunchalik xashlikka patiradi. Bimanlikda uchiga chiqqan. Ashunda g'amkinliklar ichida turib surgan unda xiyollar yana shunchalik qamlashmagan. Siz oyog'i chiqmaydigan unda xiyollarni qilaversangiz, oxirgi kelganda charchab ketadigansiz. Uni o'zingizdan nurg'un jiddiychiliklardan keyin nurg'un kuch sarf qilib aron niyat qila oladigansiz. Chunki siz cho'ng bo'lasiz. Cho'ng bo'lganda ilgirki unda xiyollaringizdan neri turmusingiz bo'lmaydi. U xiyollar, u g'oyalaringiz to'pidak to'sib ketishi, aynakdak pari-pari bo'lib ketishi kerak. Agar siz shu chaqqa borganda yangi turmushingizni boshlamasangiz, u chaqda pari-pari bo'lib ketgan u aynaklaringiz qayta qurashtirilib, burunqi qiyofatiga qaytib kelishi mumkin. U chaqda sizning kayfiyatingizni, ya'ni shu sunuq peti qag'uzib, boshqa bir narsani orzu qilgan, shu orzu bo'yicha qolmaydi degili bo'lmaydi. U chaqda ko'ni tushlaringiz hech qancha kuchimayla asldagi qiyofatiga qaytib, xuddi o'chib qolay degan o'tni puvlab, qayta tutashtirib, yolqinga aylantirib atganga o'xshash ish bo'ladi. Qayta tutashgan o't burulli so'p qolgan yurakni qayta illatib, natijada uningdagi saqlanib qolgan tatliq, o'moq, kishini hayajonga selib turadigan sezim qayta jonlanadi. Qeningiz yana qizib, yoshlaringiz, kirpiklaringizni yana ho'llab, sizni qayta shirin xiyollar ichiga ep ketadi. U shirin xiyollar yana shu bahorda ko'rgan yaqinlik tushdan boshqa narsa emas. Nastinka, siz mening hozir taraqqiy qilib, qaysi darajaga borganligimni bilaldingizmi? Men hozir shundaq hissiyotga kelganligimning 1 yilligini xotirlash darajasiga berib yetdim. Uningdagi ta'sirotlarim shunchalik shirin edi, lekin davomlashtirolmadim. Chunki bunda xotirlash faqat ahmoqona quruq xiyollar ichida ilib beriladi. Men uni ashu ahmoqona xiyollarimning g'oyib bo'lib ketganligini, uning qayta paydo bo'lishining mumkin emasligini tabriklab xotirlamoqchi edim. Shuni bilib qolingki, unda ham xiyollar chaqirsangiz keladigan, haydabasangiz ketadigan narsa emas. Bilamsiz, men hozir oralab o'tmishdagi bir mezgil ko'nglimni ko'targan ashu ishlarimni eslab va ular ustida izlanib, shu xiyollarim ichidagi meni hayajonga solgan yerlarga boradigan bo'lib qoldim. Shu jarayonda burilib bos kelmasga ketgan ashu o'tmishimning qayta sodir bo'lmayotganiga barakallah o'qib ketaman. Mening hozir Peterburgning cho'ng kichik ko'chalarini aylanib yurishimda bir maqsad va bir muddaa yo'q. Faqat miskinlikning azobi bilan g'am qayg'ular bor. Masalan, men dal 1 yil ilgari mushu daqiqa, mushu soatda biz hozir o'ltirayotgan yerda o'zim yolg'iz, vujudim g'am bilan chirmalgan holda aylanib yurgan edim. Shu chaqdimi yana shu xiyollarim menga hamroh edi. Hasrat ichimni o'rtaydi. Dardlarim hozirqidan yengil bo'lmasimi, ammo bilmayman. Kunlarim har holda tinch edi. Eğirlik his qilmaydim. Hozir mendan 1 minutmi ayrilmaydigan gunga fikrlar, vijdonimning ayiblashlari yo'q edi.
Bugünge kelganda u mudhish ayıplashlar kech kunduz meni aromimda qo'ymay ketyotdi. Ba'zida o'zimdan qani sening heliqi shirin xiyollaring deb so'rab qo'yaman. Arqadan yana beshimni chayqab qo'yib, kunlaring yilma-yil ko'ngillik o'tyotdi deyman. O'zimdan yana yaqinqi yillarda qandoq foydali ishlarni qilding? O'zingning eng yaxshi mezgillaringni nalarga ko'mivatding? Sen zada hayot kechirdingmi yo'q deb so'rayman. Qarag'ina, bu dunyo nima degan so'g'uq bo'lib ketyotdi. Yana bir necha yillardan keyin seni texmo eg'ir g'eriblik bosadi. Qadamlaring ostilab, osiga tayinib oran mangdigan bo'lasan. Uningdan keyingisi texmo eg'ir qayg'u, texmo eg'ir yolg'izchilik ishida o'tadigan qiyrilik. Ham xiyollaringni qirov bosadi. Asta-asta yo'qolib ketadi. Xuddi kuz kelganda daraxtga yupurmoqlar sarg'ayib, birsi qolmay to'kilib ketgandek to'kilib tugaydi, debmi qo'yaman. Ah, Nastinka. Odam osh kunlarga yetib borganda, ko'langiga o'xshash kun chiqqanda paydo bo'lib, kun potganda yo'qolib ketadigan, afsuslik chekidiganga madori yo'q ahvolga tushib qoladigan o'xshaydi. Bu nima degan echinishli ahvol, a? Shundoq. U chaqda afsuslanadigan birmi ish bo'lmaydi ekan. Chunki siz hammadan ayrilib qolganlaringiz bir tiyinga arzimaydigan, nolga tang, tushga o'xshash uyg'onsangiz hech nimasi qolmaydigan narsalar ekanda. Bo'ldi, endi to'xtab qoling. Men sizga ichim og'rib chidayolmay qolyapman. Dedi Nastinka ko'zlaridan eqiyotgan yoshni qo'li bilan surtib turib. Endi u narsalarning hammasi yo'q bo'ldi. Faqat ishkimizli bor. Hozirdan boshlab qandaqla ishim bo'lishidan qat'iy nazar ikkimiz mangu ayrilmaymiz. Gapimga quloq soling. Men to'lima oddiy bir qiz. Momam bir oila o'qituvchisi taklif qilib, ozroq o'qitgandan boshqa ko'pmi o'qimagan. Ko'nglimga gapimni qilsam, gaplaringizdan sizni tushundim. Bayatindan beri men so'zlab berganlaringizning hammasini momam meni ko'ngliga chetib qo'yib, midirlatqizmagan ash kunlarda beshimdan o'tkazgan. Ammo men ko'p o'qimagan bo'lg'achqa shu chaqda qolgan xiyollarimni sizga o'xshash bundaq yaxshi so'zlab bermayman. U oxirdagi gapni sal izzat tatibroq qo'shib qo'ydi. Chunki u mening ustun notiqlarga o'xshash duduqlamay, ravon, ta'sirli so'zlaganligimga ma'lum darajada qoyil bo'lgandek qiladi. Sizning menga so'zlab berganlaringizning hammasi ko'nglingizga gaplar. Anglab to'liq xushal bo'ldim. Sizni tushundim. Tushungandim-u, to'liq tushundim. Hamma ishlaringizni bildim. Ta'sirlanganligimdan men sizga o'zimning ishlarini birsini qo'ymay, ham qilchi yo'shirmay so'zlab berish maqsadiga keldim. Ammo anglab bilib menga maslahat berasiz. Siz to'liq aqlli odam kelsiz. Shu menga yaxshi maslahatlarni beralaydiganligingizga ishonaman. Qandaq? Shuni qila olamsiz? Nastinka, dedim men uning so'ziga javoban. Men umrimda hech qanday bir odamga maslahat berib boqqan emas. Aqlliq maslahatchilikdan texmi eg'iz ochqili bo'lmaydi. Ammo men bugun bildimki, agar biz mangu mushundaq yashaydiganlar bo'lsak, intayin aqlliq ish qilgan bo'ladi ekanmiz. Buningda bir-birimizga eng yaxshi maslahatlarni beralaydi ekanmiz. Bo'ladi. Obdan Nastinka. Mendan qandaq ishda maslahat olmoqchi bo'lsangiz, xushallik bilan dang. Iltimoslaringizga har vaqt tayyorman. Men hozir shunchalik xushal, shunchalik baxtlik, botur ham aqlim urg'ib turyotdi. Og'zimni ossamla gap degan kep turdi. Yo'q. Nastinka kulib ketib gapimni bo'lib etdi. Menga undaq dana maslahatlar emas, chin yuragingizdan xuddi meni umrvoyat yaxshi ko'rdigandek, butun vujudingizdan chiqarib turib beradigan, yuksak do'stonlik bilan shug'ullangan maslahatingiz kerak. So'zlang Nastinka, so'zlang. Men xushalligimni ichimga patirolmay, ixtiyorsiz o'llik so'zlab ketdim. Men sizni 20 yil yaxshi ko'rib ketdiman. Buningdan keyinmi butun vujudim bilan ashundaq yaxshi ko'raman. Qo'lingizni menga bering, dedi Nastinka. Mana shu an qo'limni uningga uzatdim. Endi men hikoyamni so'zlay. Mening hikoyamning bir qismidan siz xabar tepib bo'ldingiz. Mening bir yashangan momamning borligini bildingiz demoqchiman. Agar men texi bilmagan qolgan yerimimi hozir deganingizdek shundoq oddiy bo'ladigan bo'lsa, men kulib turib uning so'zini bo'lib etdim. Gap arlamay mening gaplarimni anglang.
İkimiz avval mening gaplarimni bilib etmasligingiz to'g'risida kelishim tuzib olmasak bo'lmag'idek. Bo'lmasa, gaplarim qo'llashmay demoqchi bo'lganlarimni to'liq deb bo'lolmaydigandek qilaman. Bo'ldi, endi jimjit o'ltirib anglang. Mening yashinib qolgan bir momam bor. Ota-onam vafot bo'lib, uning yeniga kelganda men tex kichik bola edim. Momam doim burunqi yaxshi turmushlari ustida to'xtamay so'zlaydiganiga qaraganda, ilgari naydi boy o'tgan kishilardek qiladi. U menga fransuz tili o'rgatdi. Keyin muallim taklif qildi. Men 15 yoshga kirganda o'tiladigan darsda tugab, azroq kapsizlashishga boshladim. Kapsizlashib, nima ishlarni qilganligimni sizga demayman. Shu bir gapning o'zi kifoya. Mening o savalikim cho'ng savalik emas edi. Kim bilsin, bir kuni atiganda momam meni oldiga chaqirib elib, ko'zining hech nimani ko'rmaydigan bo'lib qolganligini, meni amni boshqaramaydiganligini deb, ilg'ish bilan ko'nglimning etikini o'zining ko'ngliga ilib qo'ydi. Andan men gapini anglamaydigan, yomon ishlardan o'zimni tatmaydigan bo'lsam, umr voyat mushunaq o'tadiganligini dedi. Dastlabda men qanaq amallar bilan uningdan ayrilib turishimni ko'p o'ylab ketdim. Mening bir ishlarni qilg'im, kitob o'qig'im, bir narsalarni o'rgangim keladi. Endi momamga bog'lanib qilib hech nima qila olmayotdim. Bir qitim men uni oldig'ilib bo'lamda yo'q, sinab boqmoqchi bo'lib, o'rnimga fiyokirani o'ltirg'izib qo'ydim. U bizning uyning xizmatkori edi. Qo'liqa anglamaydi. U chaqda momam joyida o'ltirib uxlab qolgan edi. Men darhol yaqinli yerdagi bir do'stimning uyiga o'ynag'ili ketdim. Men bu ishim bilan chataqning cho'ngini tergan edim. Momam uyg'onganda men borili do'stimnikiga berib qo'ygan edim. U meni yenimda hiligacha medirlamay o'ltiribdi deb o'ylab qilib, bir necha eg'iz gap so'rabdi ekan. Fiyokira qarsa, momamning og'zi medirlayotgandek. Lekin nim davatqanligini anglamabdi. Oxir nima qilishni bilolmay qo'rqib ketib, ilg'ishni ilib etib, qechib ketibdi. Gepi shu yerga kelganda Nastinka to'xtab qolib, o'zicha kulib ketdi. Menmi uning bilan tang kulib ketdim. U darrov kulgisini yig'ib olib, yana so'zlab ketdi. Momamni zangli qilib kulmang. Men u ish qiziq tuyulib ketib kulib ketyapman. Momam ana shunday qiziqarli ayol edi. Uningga amal qancha, ammo men uni yana yaxshi ko'ratdim. Shuning bilan u men qaytib kelganda meni ching tutib olib, ilg'ish bilan yana o'ziga ilib oldi. Medirsidir qilolmadim. Men sizga yana bir ishni so'zlab bermabdiman. Biz turayotgan uy, mundaqcha aytganda, momam turayotgan uy uning o'zining uyi edi. Kichik-kichiklar yog'ochdan yasalgan. Momamga o'xshashlar yashnib qolgan uylar edi. Ustida bir balaxonasi bor. Keyin shu balaxon uyga yangidan bir mehmon ko'chib keldi. Bu gapcha u uyda burunmi odamlar o'ltiribdi ekanda. Men xuddi eranshimagandek so'rab qo'ydim. Shundaq, burunmi odam o'ltirgan, dedi Nastinka mening gapimga javob berib. U to'limi kam so'z, sizdek so'zlab turadigan odam emas edi. Rost gapni qilsam, til sal kam tikrak, puti to'kur, o'riq, gajja, ham pang bir bobay edi. Keyin u odam vafot bo'lib ketib, amalsiz yana u uyda o'ltirdiganga odam izdidik. Chunki xushni o'ltirdigan odam bo'lmasa qiyinchilikda qolatdik. Bütün xarajatimiz momamga berilgan azroq nafiqa bilan uyning ijara puliga qarashliq edi. Uningdan keyin kelgan qo'shnimiz yosh bir yigit bo'lib qoldi. U bu yerlik emas, sirtdan kelgan odam edi. Bizdan ijara haqqini talashib o'ltirmay, momamning deganini berdigan bo'ldi. Shuningdala momam uningga u uyni ijaraga berdi. Keyin momam mendan, Nastinka, bu qo'shnimiz yosh yigitmi nima deb so'ragan edi. Yolg'on gap qilishni xohlamay, "Moma, mening kuzatishimcha, u odam uncha yosh emas qiladi, ammo bovoy emas" deb javob berdim. U yana chiroy turqi qandoqkan deb so'rdi. Mening yolg'on gap qilg'im kelmadi. Chiroyni deb bersam, "Xili qamlashganda ko'rindi, moma" deb javob berdim. Momam yana, "Nima qizim, sen bir gapni deb qo'yay, uning chiroyiga to'liq qarab ketma-chumo. Hozir qandoq zaman bo'lib ketdi. Qerishqandek odamning didiga yoqmaydigan bir nimaning bizga xo'shni bo'lib qolganini qaramamdigan. Uning ustiga chiroyining tuzukligi uchun texi, burun o'ltirganlarning hech qaysisi uningdek emas edi" deb so'zlab chiqib ketdi. Momam doim, "Burun unaq edi,
burun mundaq edi. U chaqlarda men yosh edim. Kunmi hozirqidan bunaq issiq emas edi. Seriq maylamu hozirqidan uzoq turmayli buzilib qolmaydi, deb so'zlabda turadi. Men yenida o'zimning xiyollarim bilan jimjit o'ltiratdim. Momam nemishqa birinchi bo'lib u odamning chiroyining qandaqligini, yosh emasligini so'raydi deb o'ylab ketatdim. U o'ylag'anim bo'yicha qiladi. Andan to'qiyotgan paypoqni qo'limga elib, qursanab yana to'qib ketatdim. Bay o'ylag'anlarimni uzoq o'tmayli unutib ketatdim. Bir kuni atiganda u qo'shnimiz bizning uyga ko'chib kelishdan ilgari tamning qog'ozlarining buzilgan yerlarini yamab beramiz deb va'da berib edinglar, qachon qilib bersizlar deb kiribdi. Momam birdam ko'tildab qo'yib menga, "Nastinka, mening hujramga kirib, cho'tni olib chiqqina" deb buyurdi. Men ishtik o'rnimdan turib etib, birdilla qizirib ketdim. Ko'nglimning momamning ko'ngliga iliqlik ishkanligini unutib qopti ekanman. Ishtik o'rnimdan turganda momam ikkimiz tartishib qoldik. Momam o'rnidan medirlabmi ketdi. Men mehmonga ko'rsatmay turib, ilg'ishni elib etishni unutib qolgan ekanman. U odam buni ko'rib qolgan edi. O'lgidek nomus qilib, birdilla qizirib ketdim. Medir-sidir qilmay o'yri turatdim. Oxiri chidamay yig'lavatdim. Xijil bo'lib o'zimni qo'ydigan yer topolmay, ko'zimni ching yumib, bu dunyoning hech nimasini ko'rgim kelmadi. Momam menga qarab, "Nima hangvi qilib tursan?" deb faqirdi. Men teximi bek yig'lab ketdim. O yigit mening o'zining oldida bu saychilik qog'inimdan nomus qilib ketayotganligimni bilib, sal-pal egilib qo'yib uydan chiqib ketdi. Shu kundan boshlab koridordan biror shapa anglab qolsa, bekmi qo'rqadigan, "Osh qo'shnimizni kirvatamdikin" deb o'ylab, chandurmay ilg'ishni elib etadigan bo'ldim. Lekin har qaytim kirgini u bo'lmay chiqadi. Shuningdan keyin u bizning yonimizga ikkinchi kirib baxmadi. Ardin 2 hafta o'tib ketdi. Bir kuni u Fiokiradan o'zida fransuzcha nurg'un kitoblarning borligini, hammasining o'qib baqsa bo'lgan yaxshi kitoblar ekanligini deb gap qilib beribdi. Men momamdan uningdan shu kitoblarni oriyat elib turib, o'ziga o'qib bersam bo'lgan bo'lmaydiganligini so'radim. O'qib bersam ish pishig'i chiqadiganligini dedim. O yigitga rahmat aytib, mening gapimga qo'shildi. Ammo u kitoblar eski ishlar so'zlanadigan kitoblar emas-ku. Undaq kitoblar bo'lsa, hargiz o'qimaslik kerak. Nastinka, senchu undaq kitoblarni o'quvchi bo'lma. O'qisang yomon ishlarni o'rganib qolasan deb to'xtamay so'zlab ketdi. Amsi men qanday kitoblarni o'qisam bo'ladi, mama? Undaq kitoblarga qanday narsalar yozilgan bo'ladi deb so'radim. Momam demiqini qiqib qo'yib dedi. Undaq kitoblarda-chu, sapa axloqsiz yigitlarning qoida yo'sulliq qizlarni "Men sizni olaman, ikkimiz to'y qilayli" deb ota-onasining uyidan aldab ochiqib ketib, oxiriga kelganda bir yerlarga tashlab o'tganligi, u bechora qizlarning oxirida echinish oqibatga qolganligidek ishlar yozilgan. Men nurg'un kitoblarni o'qigan, shunday yaxshi kitoblar. Kechichi uxlamay o'qib chiqatdim. Senchu qara Nastinka, bekmi sagak bo'l. Undaq kitoblarni o'qima. Uning kirgizib bagini qanday kitoblar ekan? Hammaslar Walter Scottning kitoblari ekan, mama. Walter Scottning kitoblari, uning ichida yomon narsalar bormi ekan? Kitobni varaqlab ko'rib boq. Kitobning ichida yeng xo'shnimiz yomon maqsad bilan qistirib qo'ygan muhabbat xatri bo'lib qolmasin yana. Yo'q ekan, mama. Men varaqlab chiqdim. Hech nima chiqmadi. Men shunday dedim. Muqavisning qatlariga qarab chiq. Ular boy men degandek xatlarni kitobning oshundoq yerlariga tiqib qo'ydi. Yo'q, mama. Muqavisning qatlaridami yo'q ekan? Undaq bo'lsa bo'ladi. Momam shunday dedi. Shuning bilan men Walter Scottning o asarlarini o'qishga boshladim. Bir oygacha u kirgizib bergan kitoblarning yerimini tegidek o'qib bo'ldim. U bizga arq-arqidan yaxshi kitoblarni kirgizib berib turdi. Uning ichida Pushkinning kitoblari bor edi. Oxirida men kitobdan faqatla ayrilmaydigan darajaga berib yetdim. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Rossiya yazğıcısı Fyodor Mikhailovich Dostoyevskiyning "Ah keçiler" namlıq povestini bugün muş yergacha anlatamiz.
Shunaq kunlarning birida men palampayda u odam bilan tuyuqsiz uchrashib qoldim. Momam buyurgan narsani ag'ili chiqib ketib-atatdim. U meni ko'rib to'xtab qoldi. Men qizirib ketdim, u mu qizirib ketdi, ammo kulib turib-atatdi. Mendan ahvol so'radi. Andin momamning ahvolini so'rab oxirida "Qandaq, men bergan kitoblarni o'qidingizmi?" deb so'ragan edi. Men "O'qidim" deb javob berdim. "Siz o kitoblarning qaysini yaxshi ko'rdingiz?" deb so'ragan edi. Men "Manga eng yarg'ini Efirix bilan Pushkinning asarlari" dedim. Uning bu savoliga oddiy javob berib, "Mushundaq" dedim. Ikkimizning tunji uchrashishimiz ashundaq gaplar bilan oyoqlashgan bo'ldi. Bir haftadan keyin ikkimiz yana shu palampayda uchrashib qoldik. Bu qitim meni momam ishga buyurmagan, o'zim bir narsamni og'ili chiqib ketib-atatdim. Soat 3 bo'lib qolgan chaq edi. U har kuni mushundaq chaqda sirtdan qaytib keladi. U "Yaxshimisiz?" dedi. Men javoban "Yaxshimisiz?" deb qo'ydim. Bir kun kechgacha momingizning yonida o'ltirib zerikmamsiz? Uning mendan mushundaq bir savolni so'ragani uchun o'zimni bilmayman, qizirib ketdim. Hamda o'zimni yana bir qitim haqoratlanayotgandek o'ylab qilib, uningdan bakmi xijil bo'ldim. Uning bilan karim bo'lmay, palampaydan tushib ketishni o'yladim, lekin shuni qilishga o'zimda zotli kuch topolmadim. "Man qarang", dedi u. "Siz obdan qizkansiz. Mening sizdan bunday savolni so'rag'animga xafa bo'lmang. Gapimga ishining. Men bu gapni yaxshi maqsadda dedim. Bu jihatda men sizning momingizdan ustun turman. Siz do'stlaringiz bilan paranglashib kelganmi baramamsiz?" Men uningga "Hozir birmi do'stimning yo'qligini, Mashinka degan bir do'stimning Poskoga ketganligini" dedim. U mendan "Men bilan teatr ko'gili berishni xohlamsiz?" deb so'radi. "Teatr ko'gili? Borman desam, momam nima deydi? Momingizga bilindirmay chiqmamsiz?" U shunday dedi. "Men uni qilsam bo'lmaydi. Men momamni aldashni xohlamayman. Xayr, xo'sh apandi." Men shunday dedim. Kechlik tamoqni amdili yeb bo'lib o'ltirdik. U kirib keldi. Momamning yonida o'ltirib uning bilan paranglashdi. Nalaga bag'anligini, tonishlardan kimlarning borligini so'radi. Bir chaqda tuyuqsizlar men opera teatrxonasida bugun qo'yilgan o'yinning 2 biletini setib olgan edim. Sayvildagi satrash degan o'yinni qo'ydi ekan. U biletni bir og'inam bilan birga ko'ramiz deb olgan. Keyin u o'yin ko'rishdan yaltayib qoldi. Hozir yenimda shu og'inamga olgan bilet bor dedi. Sayvildagi satrash momam ixtiyorsiz to'lab ketdi. Burundan qo'yib kelayotgan ashu satrashning o'yinimi? Shundaq, u momamning so'zini tasdiqladi. Dal shu satrashning o'yini. U shu gapni qilib, manglapida qarab qo'ydi. Uning qarshiligi ma'nini tushunib, birdilla qizirib ketdim. Shirkim taqazaliq ichida tinmay so'qib ketib-atdi. Ashu o'yin kanda", dedi momam. "U o'yinni bilmasligim mumkinmi mening? Yosh vaqtimda u o'yinni o'yladimmi qo'yib o'ynaydik. Men uningdagi Rusinaning roliga chiqatdim. Bugun shu o'yinni berib ko'rib kelamsiz?" so'rdi u qo'shnimiz momamdan. "Bormasanglar bilet o'lidi shu." "Bo'ladi, borayli", dedi momam. "Nimishqa bormaydi ekanmiz? Mening Nastinkam bir qitim o'yinga berib baxmagan." Men momamning bu gapidan shunchalik xushal bo'lib ketdim. Biz darhol tayyorlik qilib, kiyimlarimizni almashtirib, teatrxonaga qarab mangdik. Momam ko'zi ko'rmasimi, o'yinning muzikasini anglamoqchi. Uningdan boshqa ko'ngli yaxshi bo'lg'ashqa, men o'yin ko'rsatib, ko'nglimni echib qo'ymoqchi edi. Bizning o'zimizning o'z oldimizga o'yin ko'gili berishimiz mangu mumkin bo'lmaydigan ish edi. Sayvildagi satrashdan men qanday ta'sir berganligini sizga so'zlab o'ltirmay, bizning u qo'shnimiz shu kuni butun bir oqshom mendan ko'zini uzmay o'ltirdi. Ko'zlaridan o't yenib turadi. Gap so'zlari shunchalik qizg'in joyida edi. Shuningga qarab, men uning shu kuni atiganda meni chekib yiqish uchun sirtni aylanib kelishga taklif qilganligini tushundim. Qanday ko'ngilli minutlar, ha? Men kechda o'rnimga kirib yotganda o'zimni dunyoda eng baxtli odamdek o'ylab ketdim. Dilim suyunib, o'zimni bosolmay qilib-atdim. Shirikim tinim topmay tepchaklab turib-atdi. Kechacha joylib, tuzuk uxlayolmadim. Faqat sayvildagi satrash debla joylaydim. Men ichimda, amda u mening keynimdan chiqmaydigan bo'ldi deb o'ylagan edim. Amaliyotda undaq bo'lmadi. Asosan degidek o'zini ko'rsatmayli qo'ydi. Ayda odatda bir qitim degidek qaytib keladi. Qaytib kelganlarda bizni o'yinga apratdi. Shu qitim qisidan boshqa yana 2 qitim apargan edi. Lekin men uning u iltifotiga ancha xushal bo'lib ketmadim. U mening momamning yenidan boshqa yerga berib baxmaydiganligimga, uning yenida o'ltirib, zerikib ketganimga ichki ag'rib shuni qilayotgandek qiladi.
Kunlar bir-birlab o'tib ketyotdi. Uningga ayshib mendagi xotirjamsizlikmi kuchayib beryotdi. Kitob o'qishga murayim bo'lmaydi. Arlab momamni teriktirish uchun o'zimchalik kulib qo'yatdim. Yig'labmi ketatdim. Asta-asta o'riqlashga boshlab, kasal bo'lib yetib qolg'ili tas qoldim. Teatrxonada o'yin qo'yishlarni tugab, shundan keyin bizning o'qishimiz bizning yenimizga kirmaydiganlar bo'ldi. Ba'zida uchrashib qolsak, odatda bunaq uchrashishlar palanpaydli bo'lmaydi. U azroq egilib hurmat bildirib qo'yibla o'tib ketadi. Bir eg'izmi gap qilib qo'ymaydi. U palanpaydan tushib ishning tuyiga berib bo'lgandimi, men palanpaydagi turgan yerimda turibla qolatdim. Uni ko'rganda tomirlarimdagi qonlarim menga bilan yuzimga qarab yugurdigan bo'g'ashqamikin gilasdek qizirib ketatdim. Bu kunlarga uzoq qolmagan edi. Bir yilning oldingi 5-oyning bir kunida u bizning uyga kirib, momamga bu yerdagi ishlarning butunlay oyoqlashganligini, hamda Moskvaga berib u yerda bir yil turdiganligini dedi. Men anglab, chiroyim birdilla oqirib, ixtiyorsiz o'rindiqda lassada o'ltirib qoldim. Holatim ba'ayni o'lik odamning o'zi edi. Momam mening chiroyimdagi o'zgarishlarning birisini ko'rmaydi. U bizning oilaning ketadiganligini jakarlab bo'lgandan keyin bizga qarab, yerimni egilib qo'yib, eshikka qarab mangdi. Endi men qanday qilishim kerak? Nurg'un o'ylandim. Eg'ir qayg'u ichida nima qilishimni bilmay tengirqab qilyotdim. Oxir men qat'iy bir qarorga keldim. U atiyanda ketmoqchi edi. Shuningcha qarorimni ishga oshirmoqchi bo'lib, momam uxlab qolgandan keyin shu oqshomla uning javobini elish maqsadida bir necha qo'l ko'nglaklarim bilan ish kiyimlarimni bir bo'p qilib chegib, ular tirilishimga qaramay bo'pamni ko'tarib uning qishig'iga chiqdim. Men shu kuni qisqali u palanpaydan bir soat chiqib bo'ldimikin deb o'ylayman. Ustiga chiqib uning eshigini echib edim. U ixtiyorsiz to'lab ketib, andin danq etib turibla qoldi. U meni ko'rib bekmi qo'rqib ketgan bo'lishi mumkin. Darrov o'rnidan turib menga choy qo'yib berdi. Ikki putim titrab, o'rnimda turolmay qilyotdim. Yuragim qattiq selib ketib, beshimga og'riq kirib ketyotdi. Nervlarim hech nimani sezmaydi. Birdan turib olib esimga kelgandan keyin birinchi qilgan ishim bo'pamni uning karvati ustiga tashlab, andin yeniga kelib o'ltirish bo'ldi. Shuningdan keyin yuzimni alqonlarim bilan to'sib olib, o'ynab yig'lab ketdim. U mening nima uchun bunchalik bo'lib ketayotganligimni to'liq tushunib yetgandek, birdilla tatirib ketdi. Oldimda o'rtirib menga ejinagandek uzoq qarab turib ketdi. U qaragan sari yuragim texim azoblanishga boshladi. Gapimga quloq seling, dedi u oxir gapga eg'iz ichib. Gapimni anglang Nastinka. Mening qo'limdan hech nima kelmaydi. Men bir namrat odam. Yenimda ortiqcha pulimmi? Qilayotgan ishing bormi desa, bor degidek xizmatim yo'q. Agar ishimiz to'y qilib qolsak, nima bilan jam boqamiz? Biz nurg'un paranglarni qilishdik. Oxirda men shunchalik titib bo'ldimki, nemisini dey. Uningga momam bilan amdi bili yashig'imning yo'qligini, uning yenidan qochib ketmasam bo'lmaydiganligini, ilgak bilan ko'nglimni ko'ngilga ilib qo'ydigan bunday turmushdan bezar bo'lganligimni, o'li ma'qul desa, uning bilan Moskvaga ketishga rozi ekanligimni, hamda uningsiz yashayolmaydiganligimni tinmay so'zlab ketdim. Nomus, muhabbat, hayajon biraqli portlab yuragimni shunchalik o'rtab ketyotdi. Bir chaqda tutqaqligim tutib qolgandek hushimdan ketib, uning karvatiga yiqilib qaptiman. U bir nimalarni qilib yurib, meni hushimga keltirganmi bo'ldi. Men uning meni rad qilishidan shunchalik ansirab turib. U birdan jimjit o'tirib ketib, andin o'rnidan turib oldimga keldi. Ikki qo'limdan tutib turib, shunday dedi. Gapimni anglang apaqiz, sevimli Nastinka. Umi ko'zlariga yosh ilib so'zlayotdi. Gapimga quloq seling. Men sizga va'da beray. Bir kunlarda mening ahvolim siz bilan to'y qilgudek darajaga borganda, siz cho'qim mening muhabbatimning simovliga aylanasiz. Menga ishining, meni faqat sizla baxtli qila olasiz. Men Moskvada to'p-to'g'ri bir yil turib, ishlarimning asosini tiklamoqchi. Men qaytib kelgandan keyin siz meni yana hozirgidek yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, sizga huddi qilamanki, biz baxtlik ayollardan bo'lib qolamiz. Hozir uni qilish mumkin emas. Menda unday qudrat yo'q. Shuning sizga shunday qilaman deb va'da berishga ojizlik qilaman. Haras. Yana bir gapni deb qo'yay. Agar bir yildan keyinmi ahvolimda o'zgarish bo'lmay, maqsadimga yetolmaydigan bo'lsam, u chaqda uningdan uzoq vaqt kutishga to'g'ri keladi. Mushunday ahvoldami siz boshqalarni yaxshi ko'rib qolmay, meni yaxshi ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, u chaqda sizni xilma-xil va'dalarni qildirib, medirlatqizmaydigan ishni hargiz qilmayman.
u shu gaplarni qilgan kunning ertasi menib ketdi. Bizning uchrashib, shunday gaplarni qilishqinimizni momamga faqatla demadim. Uning talabi mo shunday edi. Mening hikoyamni oxirlashib qolay dedi. Ardan to'p-to'g'ri 1 yil o'tganda u keldi. U qaytib kelganiga 3 kun bo'ldi. Lekin nemish bo'ldi? Men bu hikoyaning davomini anglashga taqozo bo'lib turg'ashqa ixtiyorsiz tovlab ketdim. Lekin bugungacha u o'zini ko'rsatmayotdi. Nastinka oxirdagi bu gapni butun kuchini yig'ib turib davatgandek noit tasdi dedi. Hatto bir pachi xaytimi yo'q. U birdilla gapdan to'xtab qolib, beshi sangilab, cho'nqur xiyol ichiga petib ketdi. Bir chaqda tuyuqsiz yuzining olqonlari ichiga elib, shunchalik qattiq yig'lab ketdiki, uning yig'isiga chidamay, yuragim pari-pari bo'lib ketayotgandek bo'lib ketdim. Men bu hikoyaning oxirining bunday oyoqlashidiganligini faqat o'ylab baxmagan edim. Nastinka, dedim men qo'rqimsirabroq turib. Nastinka, yig'lamasangiz. Uning kelganligini nadan bildingiz? Balkim u tex kelmagandi. Keldi. Dedi Nastinka darrov gapimni tatib elib. U keldi, kelganligini bilaman. U mangdigan kunning oqshimi sizga deb bergan o'sha gaplarni qilishib bo'lgandan keyin ikkimiz mushaga kelib, mushi daryoning bo'yida uzoq bilmagan. U kech soat 10 bo'lgan chaq edi. Ikkimiz mushi o'rindiqda o'ltirgan. Mening shig'amni to'xtab, uning gaplaridan shunchalik suyunib, ichim tatliq bo'lib o'ltirgan edim. U menga kelar yilning oxiri mush kunida sizlarning uyda paydo bo'laman. Men bilan to'y qilishni rad qilmasangizlar, momangizga bu ishimizni deyman deb va'da bergan. U cho'qim keldi. Buni men bilib turibdim. Lekin menga ko'rinmay shirvatdi. U yana o'zini bosolmay yig'lab ketdi. Sizning azobingizni yengillatishga ozroq bo'lsa-mu amal topolmasmanmi? Men shundoq debla o'rindiqdan dast turib ketdim. Ichim titildab, nima qilishimni bilmay ketayotdim. Nastinka, ayting-a, men uni izlab tepib, paranglashib baqsam bo'lmasmi? Bu mumkinmi? Dedi u ittik beshini ko'tarib. Mumkin emas. To'g'ri deysiz. Mumkin emas. Men birdilla esimga kelgandek bo'ldim. To'g'ri. Uningga xat yozib baqsangiz qanday bo'lar? Yo'q, bo'lmaydi. Bu charmi qarg'a kelmaydi. Dedi u keskinlik gap qilib. Andin menga qaramay yerga qarab o'ltirib ketdi. Men bu xiyolimdan voz kechmay davomliq dedim. Nemaga bo'lmaydi? Nemishqa bo'lmaydi? Nastinka, gap u xatni qandoq yozishda xat bilan xat o'xshamaydi. Nastinka, menga mundaq bir o'y kelyapti. Menga ishining, cho'qim ishining. Men sizga qarg'a kelmaydigan chorni ko'rsatmayman. Men degan u ishni cho'qim o'rinlig'ili bo'ladi. Siz birinchi qadamni besib bo'ldingiz. Endi nemishqa? Bo'lmaydi. Unda qilsam o'ligimni uningga artgandek bo'lib qolaman. Hey, obdan Nastinka. Men uning gapini bo'lib etib, ko'lib etishdan o'zimni besib olib turib, yana dedim. Undaq o'ylamang. Hargiz undaq xiyolda bo'lmang. Gapning ochiqini aytganda, u sizga va'da bergan ekan, siz bu ishni vujudga chiqarishda har qanday ishni qilishga haqliq. Men har xil ahvollarni birlashtirib qarab, uning hissiyotining to'limi zil ekanligini bildim. Odamlarga mo noyat durust muomala qiladi ekan. Men so'zlagan seri keltirayotgan paketlarim bilan bu ishga bo'lgan ishonchimning amaliyotga uyg'un ekanligini shuncha his qilib, texmo ko'ranglab ketayotdim. U ko'ngli yaxshi odammi? Agar shundoq bo'ladiganlar bo'lsa, demak, u o'zining sizga bergan va'dasining iskanjisidan chatnamaydi. Sizga kunlarning birida kelib, siz bilan to'y qilaman degan ekan, cho'qim siz bilan to'y qilmay qolmaydi. Uning shu chog'dagi gaplardilla sizni ixtiyoringizga qo'yib etgani aniq. Hatto siz hozirmi uni rad qila olasiz. Mushundaq ahvolda siz ikkinchi qadamingizni ep baqsangiz hech nima bo'lmaydi. Buningga siz huquqliq. Kaynimizga bir qadam chekinib turib o'ylanib baqsaqmi, siz uning sizga bergan va'dasining iskanjisidan chiqib ketsangizmi, uning oldida foydali o'ringa chiqib olasizsiz. Men bo'lgan bo'lsam, suyimlik apandi,
Suyumlik efendi demese yazgılı bulmamdı. Bo'lmaydi. Qani shundoq yezib baxmaymizmi? Meningcha, Bo'ladi, qani davomlashtiring. Suyumlik efendi, meni kechiring. Yo'q. Meni kechiring deyish ketmaydi. Paketning o'zi hammani belgilaydi. Shunga undaq gaplarni demay, udulla yeziverish kerak. Shuning bilan men yozadigan xatning mazmunini og'zimda tappadim. Men hozir sizga xat yozish xiyoliga kelib qoldim. Bu sabrsizligimni kechirgaysiz. Lekin men sizni umid va baxt bilan to'lgan bu bir yil ichida to'liq taqozolik bilan saqladim. Shundaqdimi siz meni 1-2 kun bo'lsa-mu ortiqroq saqlashga taqat qilmadingizmi deb ayblashingiz mumkin. Yo'q. Chunki siz bizning bu yerga burilib kelib bo'psiz. Balkim siz qaroringizni o'zgartgansiz. Shundoq bo'lgan bo'lsa, mening bu xitim sizga mening sizdan og'rinmaydiganligimni, sizni ayblamaydiganligimni so'zlab beradi. Men menga ko'nglingizni to'xtatmaгаningiz uchun hargizmi sizni ayblamayman. Taqdirim shundoq ekan. Amalsizman. Siz bir oliyjanob odam. Mening taqozolik ishida turib, yuragimdagi gaplarni yozgan bu bir necha quruq xitimni ko'rib, kulib yoki g'azablanib ketmaydiganingizga ishonaman. Esingizda bo'lsin. Bu bir bechora qizning amalsizlikdan yezayotgan xiti. U hozir shunchalik miskin holatda yashab kelyotdi. Uning ishning yo'lini o'rgatadigan, yo'l ko'rsatadigan odami yo'q. Shunga o'zining yuragini o'zi boshqara olmay kelyotdi. Agar mening ruhim ichiga bir daqiqa bo'lsa-mu sizdan gumonlanadigan o'y kirib qolgan bo'lsa, meni kechirib etishingizni so'rayman. Men sizni burunmi, hozirmi o'xshashda shunchalik yaxshi ko'rib kelayotgan qizning uvalchilikqa uchrashiga chidab turolmaydiganingizga ishonchim komil. Yaxshi. Mening o'ylagan yerimdan chiqdingiz. Nastinka hayajondan ixtiyorsiz to'lib ketdi. Xushalligida ko'zlari nurlanib ketyotdi. Siz mening barliq gumonlarimni ko'nglimdan ko'tarib etdingiz. Rahmat sizga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Menga nemishqa rahmat aytasiz? Dedim men uning xushallikda parlanib turayotgan chiroyiga kulib qarab qo'yib. Shuning uchun bo'lsa sizga rahmat aytishim kerak. Nastinka, ba'zida biz bir kimlarga ularning biz bilan birga yashayotganliklari uchun rahmatimizni bildirib turamiz. Aslida men ta'lim kelib sizdek bir qizga uchrab qolganim uchun sizga rahmat aytishim kerak. Men sizni umrvoyat unutib qolmayman. Bo'ldi. Endi siz mening gapimni anglang. Shu chaqda biz u kelgan kunlar bizning bir tanishimizning uyiga xat tashlab qo'ydigan. Men xatni topshirib olgandan keyin uning kelganligidan xabar topadigan bo'lib kelishgan edik. U tanishlarimiz yaxshi odamlar edi, ammo bizning shunday deb kelishganligimizni bilmaydi. U ishimizdan xabari yo'q edi. Agar u ba'zi gaplarni xatga yozishni beyab ko'rib qolgan bo'lsa, soat 10da dal mushaga kelganligini aytgan edi. Chunki biz uchrashib turadigan joy edi. Men uning kelganligini bilib bo'ldim. Kelganiga 3 kun bo'ldi. Ya xiti yo'q, ya o'zi yo'q. Atiganda momamdan ayrilib bu yerga kelishim mumkin emas. Shunga siz bu xatni men sizga deb bergan ashu tanishimizning uyiga olib bersangiz. Ular yaxshi odamlar. Cho'qim u xatni uningga yetkazib berdi. Agar u ularga xat qo'yib qo'ygan bo'lsa, soat 10da berib u xatni olib kelsangiz. Lekin xatchu? Xat qani? Avval shu xatni yozishingiz kerak. Ahvoldan qaraganda bu ishni o'g'illikka qoldirsak bo'lg'adak. Xat. Nastinka birdilla tamtirab qoldi. Xat, lekin u deydigan gapini deb bo'lmayla shalparda qizirib ketdi. Ittik yuzini mendan qochirib, ondan tuyuqsiz bir parcha xatni qo'limga tutqizib qo'ydi. Aslida u xatni yozib, konvertga silib, og'izni chaplab tayyor qilib qo'ygan ekan. Xatni qo'limga elibla menga tunish, shirin va shunchalik ta'sirlik bir aslamining ichiga kirib ketdim. Naqshamga umi qo'shildi. Ikkimiz tang aytib ketdik. Men xushalligimda uni quchoqlab olgim kelib ketdi. U texmi bakrak qizirib ketyotdi. Kirpiklarda to'xtab qolgan marvoyitga o'xshaydigan bir tomchi yosh odatdan tashqari parqirab turibdi. U kulib ketdi. Bo'ldi. Endi ayrilgan vaqtimiz bo'ldi.
u pilimotdek ittik so'zlab ketyotdi. Xatni sizga berdim. Men bu xatni olib berdigan yeringizning adresi. Xayr, xo'sh, at ko'rishaylik. u mening ikki qo'limni kuchab siqib, beshini bo'sh lang'ishitib qo'yib, o'zi turayotgan ko'chaga ushqandek yugurib kirib ketdi. Men turgan joyimdan xeyligacha qimir qilmay, uni ko'zlarim bilan uzitib qoldim. At ko'rishaylik. Uning qarasi ko'zlarimdan yetib ketgan chaqdimi, ashu ovozi quloqlarim tövidan zodala ketmayotdi. Bugun havo bulutliq. Yağmur yig'ib turibdi. Shaharni tuman bosgan hamma narsa xuddi mening kelgusimdek tutuq ko'rinadi. G'alati bir xiyollar, tutuq bir xil tuyg'ular ko'nglimni ig'ir tashdek besib turibdi. Texi yeshilib ketmagan murakkab masalalar kallamga kirib aramimni qo'ymayotdi. U masalalarni yeshishga menda kuch yo'q edi. U masalalar men yeshib ketalaydigan masalalar emas edi. Bugun bizning ko'rishamaydiganimiz aniq edi. Tunugun ayrıladigan chaqdalar havoni bulut bosgan, tuman tushishga boshlagan edi. Onunğa ata havo yaxshi bo'lmaydiganda qiladi desam, u gapimga javob bermagan edi. Uning o'zining xiyoliga yot keladigan gaplarni anglag'isi kelmaydi. Qiyoschi atsi havo jazman ochiq bo'ladi. Baxt osmonda bulut degandek nimalarning bo'lishi mumkin emas edi. Agar yomg'ir yig'ib qolsa biz ko'rishamaymiz degan edi u. Men kelmayman. Men uni bugun cho'qim yomg'irga qaramay keladi deb o'ylagan edim. Lekin kelmadi. Tunugun 3-chi qitim uchrashgan edik. 3-chi oq kechimiz edi. Xushallik bilan baxt odamni qandoq go'zallashtirib etadi, ha? Muhabbatning yuraklarni yalqullab turayotgan o'tqa o'xshash ko'ydirib turishlari jo'tihi. Shundaq chaqlarda sening yuragingdagi, ko'nglingning eng cho'nqur yerlaridagi gaplaringni birlaringga so'zlab bergung, ularni o'zing bilan tang xushallikqa cho'mdirib etgung, shodlantirib etgung kelib ketadigan. Bu xil xushallikning ta'sirchanligi shunchalik kuchli ekanki, uning kuchiga tang kelgudek kuch dunyoda bo'lmas deb o'ylayman. U menga o'zini shunchalik yaqin tutadi, shunchalik qizg'in edi. Yuragimga ilhom, vujudimga bitmas kuch ato qilib turadi. Baxtning odamga olib keladigan shirin tuyg'ularni so'z bilan ta'riflash mumkinmi? Men bu ishlarning hammasini rost deb o'ylaydim. Uni men nimishqa shundoq o'ylab qelyapman. Uning qilayotganlarining hammasi men uchun emas, boshqa birisi uchun. Muloyimliklari, yaqinlik qarashlari, g'amxo'rliklari, muhabbati ashu odam uchun bo'layotgan tursa. To'g'ri. U yaqin arada boshqa bir odam bilan uchrashadigan xushallig'i ishiga patmay sirtiga tepib chiqayotganligi uchunla meni voy deb ketayotgan gap. Men uning o'zining baxti uchun shirin xiyollarda bo'layotganligini bilib turib, yana nimishqa meni yaxshi ko'rdi deb uning shunchavala qarg'ulachi ishinib ketaman. Uning kutgan odami yetib kelmay, biz uni quruq saqlayotgan vaqtimizda u shunchalik g'amkin va uning kelmay qolishidan qo'rqib o'tirgan edi. Uning gap so'zlari dastlab tunishgan chig'imizdagidek unchalik ozoda, unchalik erkin emas edi. Odamni hayron qoldirdigani, uning diqqatini menga qaratayotgani edi. Bu uning ega bo'lmoqchi bo'layotgan narsani topolmay, orzusining amalga oshmay qolishdan ansirab, menga diqqat qilib qelyotganimidi. Mening u Nastinkam to'limi yuraksiz, to'limi ansiz qiz. Shunga mening o'zini yaxshi ko'rib qolganimni his qilib qilib, u bechora muhabbatim uchun ichi og'rib qolganmi o'xshaydi. Odam baxtsizlikka uchrab qolgan chaqlarda boshqalarning baxtsizligini eng cho'nqur his qila oladi. Bu xil tuyg'u ojizlash emas, aksiya barg'an seri kuchayib boradi. Men kallamga sig'may ketayotgan ashunda xiyollar ichida uning bilan ko'rishishga taqozo bo'lib uchrashadigan yerimizga qarab mangdim. Shu turqida qandoq hissiyatda bo'ladiganimni, bu uchrashishlarning qandoq oqibat olib keladiganligini oldin faqat o'ylab boqmabdi ekanman.
Shu turqida u shunchalik xushal, chiroyi nurlanib ketgan javobga taqazzo bo'lib o'ltiradi. Uning javobi ashu yigit. U cho'qim kelishi, uning nidosini anglab, darhol yenida hozir bo'lishi kerak. Nastinka mendan 1 soat burun kelib, meni saqlab o'ltirgan ekan. Dastlabda u menga qarab to'xtamay kuldi. Nimani desam kuladi. Men gap qilmoqchi bo'lib, og'zimni gapga o'mallab bo'lib, yana to'xtab qoldim. Siz mening nimaga shuncha xo'jal bo'lib ketayotganligimni bilamsiz? Dedi u. Nima uchun sizni ko'rib shuncha bilan xo'jal bo'lib ketyapman? Nima uchun bugun sizni bilakchilik yaxshi ko'rib qilyapman? Nima uchun? So'radim men. Yuragim ixtiyorsiz titrab ketyapti. Sizni meni yaxshi ko'rib qolganingiz uchun yaxshi ko'rib qilyapman. Agar sizning o'rningizda boshqa odam bo'lgan bo'lsa, cho'qim kaynimga kirib olib, meni bakmo avar qilgan, men undan qutulamay g'amda qolgan, qattiq azoblangan bo'lardim. Lekin siz uni qilmadingiz. Menga shunchalik yaxshi muomalada bo'ldingiz. U mening qo'limni qo'yib etmay, mahkam tutib oldi. Qo'lim og'rib ketib, to'lib etishga tas qoldim. Menga qarab kulib ketdi. Siz nima degan vafodor do'st? Dedi u 1 minutlar o'tgandan keyin yana. Agar mushkullarda siz bo'lmagan bo'lsangiz, men qanday qilar bo'g'aydim? Sizda azroqmi shaxsiy g'araz yo'q. Menga shunday yaxshi g'amxo'rlik qilib kelyapsiz. Men to'y qilib qolsam, biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'tamiz. Bir-birimizga aks-singillardan o'ta mehribon bo'lib yashaymiz. Shu kunlar kelganda mening sizni yaxshi ko'rishim, uni yaxshi ko'nglimdan qilishmaydigan bo'ladi. Uning bu gaplarini anglab, ko'nglim shunchalik yerim bo'ldiki, yo kulishimni, yo yig'lishimni bilolmay o'ltirib ketdim. Siz bek hayajonlanib ketyapsiz, dedim men. Shundaqlig'ingiz titrab ketayotganingizdan ma'lum bo'lib turibdi. Agar men o'zimni hozirgidek baxtli his qilmagan bo'lsam, sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingizni kamligi va sizning ayblashlaringiz uchun o'zimni bosamay yig'lab ketishim mumkin edi. Lekin siz meni tafakkur dunyosi ichiga yetaklab, mening oldimga inchika o'ylanishimga tegishlik nurg'unlagan masalalarni qo'yib turyapsiz. Shuning uchun bo'lsa yig'lamayman. Ammo siz qo'yayotgan o masalalar ustida keyinroq o'ylanaman. Hozir o'ylaganim, siz degan masalaning to'g'ri ekanligiga iqror bo'layotganim. Menda hozir azroq untuqlik paydo bo'lib kelyapti. Barliq diqqatim shu bir orzuyimga bog'lanib qolg'ashqa, shundoq bo'ldimki, ish qilib shu bir ishdan boshqa hamma narsaga sal qaraydigan bo'lib kelyapman. Bo'ldi, mush yerda to'xtab qolay. Qolgan ishki hissiyotlarim ustida keyincha yana paranglashamiz. Shu orliqda birsining qadam tevishini anglab qoldik. Qarang'uda biraylan biz tarafga qarab kelayotgandek qiladi. Ishkelimizni titrak bosdi. Nastinka varqiravatgili tas qoldi. Men uning qo'lini qo'yib etib, uningdan neri ketadiganning tayyorligini qildim. Lekin biz oldinib qaptiq. Kelayotgan odam u emaskan. Siz nimadan qo'rqsiz? Nimishqa qo'limni qo'yib etasiz? U qo'lini yana menga sundi. Bizga nim bo'ldi? U ikkimizning birga turganini ko'rsin. Men uning ikkimizni bir-birini yaxshi ko'radigan o'xshaydi deb o'ylab qilishini umid qilaman. Biz nada bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz? deb to'lib ketdim men. Nastinka. deb o'yladim men ichimda. Bundaq gapni siz menga necha qitim deb ketdingiz. Bundaq yaxshi ko'rishish, Nastinka. Boshqa bir chaqda odamning yuragini muzultib, ruhini texmi ig'irlashtirib etadi. Sizning qo'lingiz shu turqida muzdek turibdi. Mening bo'lsa, qo'lingizni ko'ydirib etgidek qizsiq. Nima degan qaramsiz, Nastinka? Ba'zi chaqlarda baxtli odamlarning qiliqlariga odam chidamay qoladi. Shundoq bo'lsa-mu, men sizdan xafa bo'lmayman. Mening yuragim kuchli hayajondan qepidan chiqib ketay deb qilyapti. Gapimni anglang, Nastinka, dedim men uningga. Siz mening bugun kechgacha qanday yurganligimni bilamsiz? Ha, nim bo'ldi? Biror ish chiqdimi? Chapsanroq deb bering. Bayatimdan beri nimishqa demaysiz? Avval, Nastinka, siz menga topshirgan u ishni bejirib, xetingizni siz degan u yaxshi odamlarga topshirib berdim. Ondan uyimga qaytib ketib, yetib uxladim. Shulimi? Nastinka kulib ketib, mening gapimni bo'lib etdi. Shundaq, shu ishni qildim, deb javob berdim men, tishimni tishlab turib oralla. Chunki ko'zlarimda yosh lig'irlab, hozirla to'kilib ketadigan qilib turadi.
İkimiz ko'rishadigan chaqqa 1 soat qolganda uyg'ondim. Ammo kayfiyatim faqatla uxlab baxmagandek, shunchalik ig'ir. O'zimning nima bo'lganimni bilmayman. Vaqt menga xuddi oldiga mangmay to'xtab kelayotgandek, hozirdan boshlab yuragimda faqat birli tuyg'u, birli hissiyot hukm suradigandak. Bu ahvol mangu davomlashadigandak, o'tib ketadigan 1 minut vaqtmi mangulikka aylanib ketadigandak. Bütün hayotlik to'xtab qolgandek bilinib turibdi. Men uyg'onganda quliqimga burun nadadir bir yerda anglagandek qilgan bir muzika anglangandek bo'ldi. Bu menga burun tunish muzika edi. Hozir unutib qoptikanman. Anglab esimga keldi. Odamning kayfiyatini tushirib yetadigan bir muzika. Anglab bu muzika burundan tatib kayfiyatim ichida buruqtirma bo'lib turibdi ekan. Bugun biraqli patlab chiqibdi-da deb o'ylab qoldim. Voy, bu qanday gap? Nastinka gapimni yana bo'lib o'tdi. Ishlar nimishqa bunday bo'ladi? Men tushunmayli qoldim-ku. Hay, Nastinka. Mening ruhimga ta'sir ko'rsatayotgan bu ishlarni bir amal qilib sizning kallingizga yo'tkab qo'yg'ularim kelib ketyotdi, dedim men gapimni davomlashtirib. Ovozim to'limi g'amkin edi. Ozroq umidmi yo'q emas edi. Gerçi o ümit tolum az bosma. Bo'ldi, bas, so'zlamayli qo'ying. Dedi o birdilla. O sezgir qiz mening nima demoqchi bo'ladiganimni bilib bo'lgan edi. O birdamning ichidala o'zgirib, shunchalik gapdan, shunchalik sho'x, shunchalik kulgunchak bo'lib ketdi. Belikimga esilib olib, to'xtamay kulatdi. Menimi kuldirmoqchi bo'ladi. Qo'rinib turib qilayotgan har bir eg'iz gapimga zil kulkisi bilan uzoqqa chukulatdi. U nemishqa birdilla bu darajada echilib ketadi deb hayron qilib sal ochchig'im kelib qoldi. Gapimga quloq soling, dedi u. Siz meni yaxshi ko'rmabsiz. Bundan men azroq xafa bo'lib qelyapman. Odamning ko'ngliga bir nim deb bo'lmaydi ekan. Qandaqla bo'lmasin, har qancha joyli qilsingizmi, mening yavash bir qiz ishkanligimni maqtamay turolmaydigansiz deyman. Men sizga ichimdagi gaplarimning hammasini so'zlab berdim. Kallamga g'ilpal kelib qolgan ishlarni, har qancha ahmoqona ish bo'lsa-mu, birsini qo'ymay sizga so'zlab turaman. Hozir soat 11 bo'lib qolganda qiladi, dedim men. Shaharning yiroq bir yeridagi soat munorining qo'ng'iroq ovozi anglangan edi. U birdilla kulkisini yig'ib olib, qo'ng'iroqning ovozini sanashga boshladi. Raskan, soat 11 bo'libdi. U oxir ozroq qo'rqinish aralashgan ikkilnish ichida turib, soatning 11 bo'lganligiga iqror bo'lgan. Men uni shu gapni qilib qo'rqitib etmasam bo'pti ekan, deb ozroq pushaymon qilib qoldim. Shuning bilan qilmay yana boshqacha yomon xiyollarni qilib qolganim uchun o'zimni tilladim. Men uning uchun ozroq ich og'rig'i tatib qoldim. O'tkazib qo'ygan bu xatoligimni qandoq yuyishnimi bilmay ko'p tengirqidim. Shuning bilan men uningga tasalli berishga boshlab, uning bugun kelinmay qolganiga turli sabablarni izladim. Har xil farazlarimni deb u sabablarni isbotlashga tirishdim. Uni shu turqidagi holatda har qanday odam aldab ketalaydi. Boshqa odam bo'lsa-mu, mushundaq chog'da qandoqla tasalli bersa, gaplari ozroq bo'lsa-mu aqlga muvofiq bo'lsa, uning u tasallisini qabul qila oladi. Ba'zida shundoq bir kulkilik ishlarmi bo'lib qoladi, dedim men so'zlashga boshlab. Demoqchi bo'lganlarimni uningga texmi aniq tushuntirish maqsadida borgan-sari qizishib so'zlab ketyotdim. So'zlarimning qoyil qilish kuchini o'zimcha dangsab ko'rib, ichimda maqtanib qo'yatdim. U hozir qanday kelalasin? Sizning hayojoningizga menmi oldinib qoptiman. Nastinka, kallam elishib, soatning necha bo'lganligini unutib qolganimni qarang. O'ylab beqing. U sizning xetingizni yengil topshirib olgan bo'lsa, balkim jiddiy bir ish chiqib qilib kelanmagandir. Yoki bo'lmasa, xetingizni bugun topshirib ololmay, ati topshirib olishi mumkin-ku. Men ati tang yo'rganda yana berib boqay. Natijasidan darrov sizni xabardor qilaman. Buningda nurg'un xil ehtimollarni o'ylab beqishingiz kerak. Masalan, men xatni ep bo'lganda u uyda bo'lmasligi, hozirgacha qaytib kelmagan bo'lishi, qaytib kelgan bo'lsa-mu, xetingizni o'qig'idek bo'lmagan bo'lishi mumkin.
ish qilib, har xil ehtimolliklarning yuz berish mumkinligini o'ylamasangiz bo'lmaydi. To'g'ri. Deb ketdi Nastinka darrula. Men o ehtimolliklarning birisini xiyolimga keltirib baxmabdiman. Har qanday ishning yuz berishi mumkin-ku. Uning gaplari xuddi bu ishni to'g'ri tushungandek chiqyotdi. Ammo yana odam bir muzikani anglab etib, udarga tushmayotgan bir ohangni anglab qolganda bezorlik his qilgandek, ma'lum bir xil va xiyolmi yo'q emasdek qiladi. Sizdan yana bir ishni iltimos qilsam, dedi u so'zni davom qilib. Ayt u yerga balduroq berib, agar u mening xitimni topshirib olgan bo'lsa, shu an men xabarini bersangiz, men turvatqanini bilamsiz. U darula o'zining adresini menga yana bir qitim deb berdi. Shu gaplardan killa uning menga bo'lgan muomalasi tuyuqsiz o'zgarib, shunchalik muloyimlashib ketdi. Izzat atib qilayotgandekmi qiladi. Mening o'ziga qilayotgan gaplarimni diqqat qilib anglayotgandekmi o'tiradi. Lekin orliqda men uningdan bir gapni so'rab edim, darrov o'zgarib gap qilmay o'tirib oldi. Chiroyi bir qismi bo'lib ketdi. Menga qarabmi qo'ymadi. Men uningdan ko'zimni uzmay o'tirdim. Bir chaqda uning yig'layotganligini bilib qoldim. Voy. Nima ish bunda qiladigansiz? Bundaq yig'laversangiz qandoq bo'ladi? Kichik bolaning o'zida siz nima degan sadda, nima degan sabi? Bo'ldi, yig'lama, ha? U zo'rg'a chiroyiga kulki berib, ig'ir sukut ichida o'ltirib ketdi. Yengiki midirlab to'xtamayotdi. Maydisi biri ko'tarilib, biri tushib turotdi. Dedi u birdamlik sukutdan keyin menga qarab. Siz menga shunchalik ko'yinyapsiz. Buni bilmaydiganga men tosh odam emas. Siz mening nimalarni o'ylab ketayotganligimni bilamsiz. Men ichimda ishkanlarni bir-biringizga selishtiryapman. O nimishqimi siz bo'p qolmagan bo'g'iydi. Nimishqimi sizga o'xshamaydi. Gerçi men uni sizni yaxshi ko'rgandimmi, o'ta yaxshi ko'rsam-mu, ammo yanala sizga tan qilmayman. Men gap qilmay jimib ketdim. U mendan javob kutayotgandek jimjit o'tirib ketdi. Men sizni o'ylayapman. Albatta, men uni to'liq tushunmayman. Ham uning bilan toza tanishib ketmayman. Xuddi uningdan qo'rqadiganlikla bir xil hissiyotdaman. U to'limi sirlik, ko'rinishidan takabbur odamdek qiladi. Bu uning albatta sirtqi ko'rinishi, ammo yuragi menikiga qaraganda xilli muloyimlik qiladi. Hozirmi esimda, men bopamni ko'tarib yeniga kirganda u hayron qilib, men qarab turib qolgan. Nimali bo'lmasin, uning bo'lgan hurmatim sal eshib ketganda, o'tirimizda barobarlik kamlikmi o'ylab qolaman. Sizningchimi shundaqmi? Yo'q, Nastinka. Yo'q, dedim men uningga javob berib. Siz uni dunyodagi har qanday odamdan ortiqroq yaxshi ko'rsiz. Uni yaxshi ko'rishingiz, o'zingizni yaxshi ko'rishingizni besib tushidi deb o'ylayman. Ma'qul, shundaqmi bo'lsin? Dedi sodda Nastinka javob berib. Lekin siz mening shu turqida nimani o'ylayotganligimni bilamsiz. Mening demoqchi bo'lganim uning to'g'riliq gap emas. Hammani o'z ichiga olgan gaplar. U gaplarni men xildan beri o'ylab kelyapman. Sizdan so'rab baqay, biz nima uchun aka-ini ajizinglardek o'tamaymiz? Nima uchun eng yaxshi odamlarmi xuddi bir ishni yoshirayotgan odamdek boshqalarning oldida ko'ngilga gaplarni qilolmaydi? Boshqalar nima uchun uning gaplarini anglab qo'yish uchun anglaydigan bo'lmasa-mu, ko'ngilga gaplarni xo'jalik bilan deb bermaydi. Hech kimga daxli tarz qilmasa-mu, undaq odamlar kishilarga qat'iy muomala qilmaydi ekan. Xuddi hamma odam o'zining ichki hissiyotlarini darrov ifodalab berishdan qo'rqadigandek. Shu sabablik kishilarning so'g'uq muomalasiga uchraydigandek yuraydi ekan. Hay, Nastinka, deganlaringiz to'g'ri. Ammo bundaq ahvolning yuz berishida turli sabablar bor. Dedim men uning so'zini bo'lib etib. Menmo shu turqida hissiyotimni har qanday chog'dagiga qaraganda besib turyapman. Yo'q, undaq qilma. Nastinka cho'nqur hissdoshligi bilan dedi. Siz boshqalarga o'xshamaysiz. Siz to'g'riliq qanday hissiyotga kelganligimni, nima gap bilan ifodalab berishimni bilmay turyapman. Siz menga hozirgacha ma'lum badallarni berib kelyapsiz. U izzat atib turib, menga lappada bir qarab qo'ydi-da, yana gapini davom qilib ketdi. Mening sizga bunday gaplarni qilganligimni kechirib etasiz. Sizga ma'lum, men oddiy bir qiz. Ko'rgan bilganlarim to'limi az. Ba'zida qanday gap qilishim kerakligini bilmay qolaman.
Uning ovozi ma'lum bir narsani ichida yoshirib turayotgandek titrab chiqatdi ham o'zini zo'rg'u kulganga sepmi turadi. Men sizga faqat o'zimning rahmatini aytmoqchi. Sizning men qilayotgan yaxshiligingizni bilib turibman. Sizning oldingi kuni o'zingizning xiyolparast odam ekanligingiz to'g'riliq so'zlab berganlaringizning hammasi yolg'on. Mayli nimadan, men shunday o'ylayman. Sizning amaliyatingizga faqatla mos kelmaydi. Siz hozir butunlay shu deganlaringizdan o'zgargandek boshqacha bir odam, o'zingiz degandek emas. Men o'zimning ayol kishi ekanligimni bilaman. Shu nuqtadan turib, qilgan gaplarimga ishonishingizni so'rayman. U gapidan to'xtab, qo'llarimni ching siqib o'ltirib ketdi. Menmu hayajondan nima deyishimni bilmay jimjit o'ltiratdim. Oradan bir necha minut o'tib ketdi. Bo'ldi, endi u kelmaydi. U oxir gapga eg'iz echib beshini ko'tardi. Bakkash bo'lib ketdi. U at cho'qim keladi, dedim men kuchlik ishonch bilan so'zlab. Shundaq, dedi u mening gapimga ulabla. U ruhi ko'tarilib qolgandek birdilla jallanib qoldi. Men bu shundaq bo'lganligini bilib turibman. U at keladi. Unaq bo'lsa ikkimiz xo'shlashayli. At ko'rishimiz. Agar yomg'ir yog'ib qolsa kelmasligi mumkin. O'g'illikka jazman kelaman. Har qanday muhim ishim bo'lsa cho'qim kelaman. Sizmi keling, kelmay qo'ymang. Siz bilan yana ko'rishkim, paranglashqim bor. Sizga hammani so'zlab beraman. Ondan u qo'lini menga so'zib, bir xil yiqimliq nazar bilan menga qarab qo'yib, yana shundoq dedi. Bugundan boshlab biz menga ayrilmaymiz. Sizchimi shundaqmi? Nastinka. Shu turqida meni qanchalik g'ayriblik besib ketayotganligini bilsangiz edi. Biz har kuni har xil ish va har xil odamlarga yo'liqib turamiz. Cho'ng apa, shuncha ko'p sayko'ktat apsiz. Ishni men ichib beray. Qizchaq, rahmat sizga. Bunda g'amxo'rlik kishi qalbiga rohat bag'ishlaydi. Sirt bek sovuq, yanala uy ichi issiqkan. Chiqib ketguncha ishni yepib etishni unutma. Ha, ma'qul. Bunda g'amxo'rlik kishi qalbiga illiqlik bag'ishlaydi. Yo'lovchilar diqqat. Avtobusimiz bekatga kiryapti. Tushadiganlar kaynishdan tushadi. Taksi, mush yerga tushib qolamsan. Bu yoqqa kela, ish tarafga kelib tura. Eli qisilib qolma yana. Rahmat tog'a. Bunda ko'ngil bo'lish kishi qalbiga yoqadi. Hamda ichiladigan bo'ldi. Tog'a, aldirmang. Lift ishkini men tutib turdim. Aldirmay chiqing. Rahmat qizim. Bunda g'amxo'rlik kishi qalbini xotirjam qiladi. Mayli nega borayli, madaniyligimizni shu yerga billa ib borayli. Madaniyat ishigini ichib, inoqlikni qarshi olayli. Hurmatli radio anglag'uchilar, Rossiya yozuvchisi Fedor Mixaylovich Dostoyevskiyning "Ah kechilar" nomli povestini bugun mush yergacha anglatamiz. Davomini atki programmamizda anglaysizlar.